sessiyadan 22 nafar ishtirok etmoqdalar. 3 nafar deputatlar uzrli sabablar bilan ishtirok etolmayaptilar. Kvorum yetarli. Shuningdek, sessiya ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, bo'limlar, tegishli tashkilot, korxona, muassasa rahbarlari hamda ommaviy axborot vositasi vakillari ta'lim etilganlar asosan kelib bo'ldilar. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Shu taklifga qo'shilgan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Xalq deputatlari tuman kengashining 15-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Madhiya eshitilar. Marhamat. Xalq deputatlari tuman kengashining 15-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, sessiya xotibini saylab olishimiz kerak. Bir guruh deputatlar tomonidan 4-Chordana saylov okrugidan tuman kengashi deputati Ortiqov Axloq Akramovichni sessiya xotibligiga saylash taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya xotibligiga Ortiqov Axloqjon Akramovichni saylansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, Axloq Akramovich o'z joyingizni egallashni so'raymiz. Endi sessiya kun tartibida va reglamentini belgilab tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi va reglamenti sizlarga tarqatilgan. Kun tartibiga kiritilayotgan masala va reglament tasdiqlansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga kirishamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Mingbuloq tuman prokuraturasi tomonidan qonuniylikni mustahkamlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida 2025-yil 12 oyida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot to'g'risidagi so'zni prokuror o'rinbosari Adila kichik maslahatchisi Sultonov Bahodir Tijorayevichga beriladi. Marhamat, Bahodir Tijorayev.
Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, deputatlar. Tuman prokuraturasi tomonidan qonunchilikni mustahkamlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida 2025-yil 12 oy davomida ham muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tumandagi qonuniylik, huquq-tartibotni mustahkamlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida prokurorlik nazoratini kuchaytirish, qonun ustuvorligini ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan 2025-yil 12 oy davomida qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorat amalga oshirish borasida o'tkazilgan 176 tekshirish natijasiga ko'ra 1221 nafar ortiq prokuror nazorati hujjatlari qo'llanildi. Protest keltirish o'rnidan mansabdor shaxslarning 276 ta qonunga zid va asossiz huquqiy hujjatlarning 24 tasi bekor qilindi, 252 tasi esa qonunga muvofiqlashtirish choralari ko'rildi. Aniqlangan qonun buzuvchilarni bartaraf etish yuzasidan joylarga 164 ta tartibnomalar kiritildi, 330 nafar shaxslarga insomiy, 101 nafar mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortildi, iqtisodiy sudlarga 29 ta 871.4 milliard so'mlik hamda fuqarolik sudlariga 8 ta 126 million so'mlik arizalar kiritilishi ta'minlandi, 347 nafar, shu jumladan 49 nafar yuridik shaxslarning huquqlari tiklandi, qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha 21 ta jinoyatchilar qo'zg'atilishi ta'minlandi. Shuningdek, ijtimoiy qonunchilik ijrosi bo'yicha 36 tekshirish o'tkazilib, natijasiga ko'ra 69 ta qonunga zid bo'lgan hujjatlarga protest keltirildi, joylarga 33 ta tartibnomalar kiritildi, 93 nafar shaxs insomiy, 41 nafar esa ma'muriy javobgarlikka tortilgan, 2 ta holatda jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 90 nafar shaxsni buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Shuningdek, aholi bandligini ta'minlash sohada o'tkazilgan tekshirishlarda tuman kambag'alligini qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan 2025-yil yanvar-iyun oylari davomida 54 nafar fuqarolar ish qidiruvchi sifatida ro'yxatga olinib, ular bo'lim tomonidan asossiz ishsiz deb e'tirof etilmaganligi hamda ularga ishsizlik nafaqasi tayinlanmaganligi aniqlandi. Shuningdek, ushbu sohada o'tkazilgan tekshirish yakuniga ko'ra aniqlangan holatlar yuzasidan tuman kambag'allikni qisqartirish va ko'maklashish bo'limiga 2 ta tartibnoma kiritilib, 1 nafar mansabdor shaxslarning ma'muriy javobgarligi masalasi hal etildi. Shuningdek, tuman prokuraturasi tomonidan mehnat qonunchiligining muntazam ravishda o'rganib borilmoqda. Mazkur sohada tekshirishlar yakuniga ko'ra aniqlangan mahallalar uyushmasi bo'limi boshlig'ining mehnat kodeksi talablariga zid ravishda 5 ta, sport maktabi direktorining 14 ta hamda tibbiyot birlashmasi boshlig'ining 4 ta byurolari bekor qilinib, qonunga muvofiq hamda protest keltirib, uning qonuniyligini ta'minlandi. Bundan tashqari, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun ijrosi bo'yicha ham tuman prokuraturasi tomonidan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Mazkur sohada o'tkazilgan tekshirish yakuniga ko'ra qonunga zid bo'lgan bitta buyruq protest kelish yo'li bekor qilindi, qonunga muvofiqlashtirildi, 7 tartibnoma kiritildi, 4 nafar shaxslarning insomiy javobgarligi masalasi hal etildi. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun ijrosi ham boshqaruv hamda nazorat organlarida bajarilishi yuzasidan muntazam ravishda nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Iqtisodiy qonunchilik ijrosi yuzasidan 30 ta tekshirish o'tkazilib, 30 ta qonunga zid bo'lgan huquqiy hujjatlarga protest keltirish yo'li bilan qonunga muvofiqlashtirildi, joylarga 36 tartibnoma kiritildi, 105 nafar shaxslar insomiy, 74 nafar shaxs esa ma'muriy javobgarlikka tortildi. Jiddiy qonun buzish holatlari yuzasidan 10 ta jinoyatchilar qo'zg'atildi, 129 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklandi. Qurilish sohasida nazorat tadbirlari natijasiga ko'ra 26 ta prokuror nazorati hujjatlari qo'llanildi. Shuningdek, hurmatli deputatlar, asosiy sohalardan biri bo'lgan energetika sohasida ham prokuror nazorat hujjatlari o'rnatilib, unda talon-tarojga yo'l qo'yish va boshqa holatlarni, qonun buzish holatlarini kamaytirish yuzasidan doimiy nazorat tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Elektr energiyasi bo'yicha deputat qarzdorlik yil boshiga nisbatan 2 milliard 650 million so'mga qisqartirilishiga, tabiiy gaz qarzdorligi 227 million so'mga hamda ichimlik suvi bo'yicha 115 million so'mga kamayishiga erishildi. O'rnatilgan prokuror nazorat hujjatlariga ko'ra tumanda 6950 litr dekollektorlar, to'rt monoreaktiv kompaniyaning kondensator, 3116 dona tejamkor uskunalar o'rnatilishi, 10 dona boshqa tashkiliy texnik tadbirlar o'tkazilishi ta'minlandi. Ichimlik suvi bilan ta'minlash sohasida ham aholiga prokuror nazorat hujjatlari olib borilmoqda. Nazorat tadbirlari tomonidan aniqlangan qonun buzish holatlari bo'yicha 3 ta tartibnoma kiritildi, noqonuniy 9 ta
joyga propiska keltirildi. 1 nafar shaxslar insomiy, 25 nafar esa ma'muriy javobgarlikka tortildi. Qo'pol qonun buzish holati yuzasidan 2 jinoyat qo'zg'atilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirishga oid qonunchilik ijrosi va nazorat yo'nalishida 18 tekshirishlar o'tkazilib, 59 noqonuniy hujjatlarga propiska keltirildi, 22 daromad kiritildi, 133 nafar shaxslar ma'muriy, 8 nafar shaxslar insomiy javobgarlikka tortildi. Qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha 6 jinoyat ishi qo'zg'atildi, 47 nafar shaxslarning inson huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Tumanda jami 9141 gektar yer maydoni yig'ilib, 10739 nafar yer maydoni paxta ekilgan. Shuningdek, tekshirish va tahlillar natijasida ushbu sohada ham qonunlikni ta'minlash bo'yicha doimiy prokuror nazorat hujjatlari qo'llanib borilmoqda. Voyaga yetmaganlar sohasida qonunchilik ijrosi ham tuman prokuraturasida asosiy nazorat obyektlaridan biri hisoblanadi. Qonunchilik ijrosidan nazorat yo'nalishida 13 ta tekshirish o'tkazilib, 89 ta noqonuniy hujjatlarga propiska keltirildi. Joylarga 17 ta daromad kiritildi, 107 nafar shaxslar ma'muriy, 112 nafar shaxs esa inson javobgarligiga tortilishi, qo'pol qonun buzish holatlari bo'yicha 100 ta jinoyat ishi qo'zg'atilishi, 79 ta shaxslarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi. Shuningdek, qolgan sohalarda ham tuman prokuraturasi tomonidan qonuniylikni ta'minlash, buzilgan huquqlarni tiklash bo'yicha doimiy nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Shu jumladan asosiy tumanda kutilmagan vaziyatda barqarorlashtirish sohasi bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Tuman prokuraturasi tomonidan hududda jinoyatchilik kirmagan vaziyatning aholi hamda huquqlarning buzilinishining oldini olish va bu borada huquqni hozirlovchi organlar, mahalliy davlat hokimiyati, o'zini boshqarish organlari, boshqa mutasaddi idoralar tomonidan amalga oshirilgan profilaktik tadbirlar muntazam ravishda o'rganib borilmoqda. Joriy yilning o'tgan davrida 172 ta jinoyatlar qayd etilib, o'tgan yilni nisbatan bittaga kamaygan. Jinoyat har 100 ming aholiga nisbatan 123.5 tadan to'g'ri kelmoqda. Bu esa viloyat ko'rsatkichidan past darajani tashkil etadi. Sodir etgan jinoyatlarning 95 tasi aholi oldini olish mumkin bo'lgan, 74 tasi aniqlanadigan, 3 tasi esa axborot texnologiya sohasida jinoyatlarni tashkil etadi. Qayd etilgan 172 ta jinoyatlarning 38 tasi mahalla hududida sodir etilgan. Bu hurmatli deputatlar, aynan oldini olishimiz kerak bo'lgan jinoyatlarni shu mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar tashkil etadi. Nima xabaringiz bor? Prezidentimiz joriy yilda qabul qilingan yangi birinchi, ikkinchi sonli qarorlarda ham aynan mana shu oldini olinadigan jinoyatlar, mahalla hududida oldini olinadigan jinoyatlar va ularni oldini olish choralari ko'rsatib berilgan. Buni albatta sizlar bilan hamkorlikda 2026 yilda bu qarorlar ijrosini ta'minlashga erishilib, jinoyatchilikka bundan pasaytirish choralari ko'riladi. Rahmat. Kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan hisobotchiga savollar bormi? Assalomu alaykum, sektor ishtirokchilari. Assalomu alaykum, Alami okrugidan ishonish lozimmi? Bizda aholidan murojaatlar bo'lyapti. Gaz masalasi, suyuq gaz masalasi bo'yicha ilgari bo'lardi kelardi, tarqatilardi. Hozir 2 oyga cho'zilib ketyapti mana shu masala bo'yicha. Yechim bor. Savolingizga tushundim. Mazkur holat bo'yicha mana tumanda joriy yilda fevral oyidan faoliyat boshladi. Hozirda shu tuman prokurori bo'lmaganligi sababli vaqtincha vazifasini bajaruvchi sifatida ishlayapman. Mazkur holat bo'yicha savolingizga bizda hozir suyuq gazni tarqatilishda noqonuniy holatlar bo'yicha bitta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi hozir ish yurtimizda tergov harakatlari olib borilyapti. Natijasiga ko'ra kompleks yondashib, siz savolingizdan kelib chiqib kompleks yondashib, o'sha suyuq gazni haqiqatan ham aholiga berilishi lozim bo'lgan qismini, bir qismini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilinganligi oqibatida o'sha aholiga aynan yetib bormaganligi holati aniqlanyapti. O'sha holat bo'yicha tergov harakatlari olib borib, yakuniga ko'ra yetkazilgan zarar qoplab, kelgusida qish mavsumiga kirilganda mana shunaqa holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilab olamiz. Yana bo'lmasa qo'llaringga qarorlar tarqatilgan, qarorni tasdiqlab qo'yishini so'raladi. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Bahodir Jo'rayevich, mana yangi ish boshlash tumanimizda sizga omad, sizlarga rivoj. Tumanimizda jinoyatchilikni